Qizlar, mana men foydalanadigan tush. Bu tushdan где-то 3 yildan beri foydalanaman. Kiprikni umuman to'kmaydi, naborot, o'stirib beradi. Podvodkani umuman tanlamayman. Menga flomaster ingichka bo'lsa bo'ldi. Konsiler, masочкаlar, bundan tashqari ana shu paletkani juda yaxshi ko'rib foydalanaman. Men buni faqat розовый, белый и телесный цветidan foydalanaman. Bundan tashqari Gabrini tonalka. To'g'risi, tonalka tanlashda juda ham ko'p qiynalganman. Har xil tonalkalarni ishlatib ko'rganman. BB kremlarni ham, CC kremlarni ham. Nimagadir yuzimga tushmagan. Men ko'proq matova effekt beradigan tonalkani yoqtiraman. Bularni hammasini Instagram kanaldan zakaz qilganman. Bularni mana bunaqa box ko'rinishda jo'natadilar. Menga bularni hammasi 199 ming so'mga tushdi. Agar sizlar bunaqa kosmetikadan foydalanmasanglar, xohlasanglar kanallariga kirib, o'zlaringizga yoqqan kosmetikani tanlab, box ko'rinishda zakaz qilishinglar mumkin. Xabaringlar bor, Uchquduqda BTS pochta ochilgan. Endi bundan buyog'i to'g'ridan-to'g'ri dastavkalar Uchquduqqa. Senga sodiq ayol doim seni asabiylashtiradi. Chunki bu sen to'lashing kerak bo'lgan badal. Haligi ayollar esa hech ham asabingga tegmaydi. Chunki ularni kuldiradigan boshqa erkaklar bor. Хочу я обнять и прикоснуться снова, чтобы навсегда